telefonda topib keldim. O'g'lim yetim olib keldi. Xudoga shukr, mana 6 kun oyog'im ancha yaxshi, og'riqlari yo'q. 73 yoshli bemorimiz bizlarga kelgandilar 5 kun oldin. Nazira xola oyoqlarida bugun 6-kuni. Hassamdan yurardi, yurolmas edim. Umuman oyog'im og'rirdi rosa. Saxirim ko'payib ketardi. Telefonda topib keldim. O'g'lim yetim olib keldi. Xudoga shukr, mana 6 kun oyog'im ancha yaxshi, og'riqlari yo'q. Faqat manbetlari siqib turadi, massaj qilsa ketadi hammasi. Yaxshi, ovqat berishlari ham yaxshi, doktorlarimiz ham juda yaxshi, minnatdormiz. Rahmat sizlarga shu klinikani ochganim uchun. 6 oydan keyin yana kelaman, xudo xolasa. Bizlarga saxirlari 15,5 bilan kelgandilar, o'sha 6 kun oldinlar. Mana o'zi kecha o'lchaganimizda saxirlari 5-7 ga tushgan saxirlari. Mana klinikada yotib davolanish bilan uydagi davolanishda farqini sezdingizmi xola? Qanaqa farqi bor ekan? Yaxshimi ekan bu yoqda? Juda ham farqi bor. Yaxshi topib oldim, shu keldim. Ijtimoiy tarmoqlarda mana biz hozir o'sha saxirni tushirib beramiz, og'riqlarni ketkazib beramiz degan video qo'yganmiz-da. O'sha haqiqatan ham rostmi ekan yo faqat o'sha oyog'im yumshadi, yaxshi. Hassasi yuribman hozir, yaxshi. O'zingiz bemalol yuribsiz hozir, ha? Bemalol yurib, hamma yerga chiqaman, nima qilaman. Yaxshi, rahmat sizlarga. Doktorlar ham yaxshi, mestralar ham juda ham yaxshi. Ovqat berishlari ham yaxshi, juda ham. Stol 9 qilib har bitta bemorga alohida parhez qilib berdinglar. Yaxshi, hammasi rahmat sizlarga. Baraka topinglar. Ilohim, nima bo'linglar. Malapatlaring ulug' bo'lsin, navbatlar ko'p bo'lsin, ilohim umr uzoq qo'ying. Xola sog' bo'ling, mayli charchamang. Yo'q, yaxshi, rahmat juda ham.